siz bolangizga yaxshilab qarashingiz kerak, bolangiz aqli zaif, bolam sog'lom deb jahlim chiqqan. Nima deyapsiz? Men bolam sog'lom degan. Keyin yaqin qo'shnimiz bor edilar, tanishim aytganlar, ular ham ko'chada ketayotganimiz ko'rib qolganlar-da. Gapimdan xafa bo'lmang, lekin bolangizni nevropatologga ko'rsating, chunki bolangiz boshqacha. Ya'ni gapimdan xafa bo'lmang deganlar. Keyin kelib uyga kelib aytganman, shunaqa bola doktorga ko'rsatgin deyishyapti. Nima qilsam bo'l, anaqa olib boringlar, o'sha endi yaxshi doktor topish kerak deganman-da. Keyin doktorga olib borganmiz. Nevropatolog tanishimizdan olganmiz, ularga olib borganmiz. Keyin bitta kurs lecheniyadan olganmiz, ikkita kurs lecheniya olganmiz. Keyin 3-kurs lecheniyaga borganimda, bola o'sha 2 yoshlardan oshgan payti so'raganman. Shutim hamma shunaqa deyapti, bolang boshqacha. Anaqa, men bolam shunchalik boshqachami? O'zi nima kasal desam, siz bolangizga yaxshilab qarashingiz kerak, bolangiz aqli zaif degan. Endi o'sha yerda o'tirib shunaqa shokka tushib qolganman-da. Voy, men doktor meni bolam jinnidir deganman. Keyin uyga kelganman, bo'ldi, men ko'rsatmayman bolamni deganman. Bo'ldi, men anaqa qilmayman, ko'rsatmayman, nima qilmayman deganman. Keyin shu bilan tashlab qo'yganman lecheniyalarni. Keyin orada 3 yoshga to'lgan bola. 3 yil vaqt yo'qotdingiz shunda. 3 yil vaqt yo'qotdim.